Assalomu alaykum o'rtoqlar. Hozir men sizlarga bir narsa ko'rsataman. Qorgacha videoni ko'ringlar, juda qiziq narsa. Oddiy idish. Sovuq suv olamiz. Keling. Mana sovuq suv. Suv to'ldiramiz bunga. Endi kelinglar. Suv ko'proq olaylik. Suda olib kelib, bu pechka, ya'ni spiral pechka. Bu ro'molcha, mana. Uzoqroq aytib. Ro'molcha. Qo'yamiz buni, mana pechkaning ustiga. Ro'molchaning ustidan hozir suv qaynatamiz. Mana. Qo'ydik. Endi buni yoqamiz. Das war die erste, ja? Beide. Beide? Einschalten und dann auf 8. 8. Aynen. Mana. E'tibor beringlar suvga hozir. Hier mit diesem sein 8 sein, ne? Suvga e'tibor beringlar. Ro'molchaning ustidan. Ko'ramiz hozir. Das muss 7 sein oder 1? Weil die erste. Videoni o'chirganimiz yo'q. Ko'rdinglarmi suv? Qaynayapti. Qaynashni boshladi. Lekin bu ro'molcha hali kuymadi. Ko'proq qaynasin, kutib turamiz. Suvni ko'rsatingchi, suv yo'q. Mana. Suv qaynayapti. Hozir ham kutamiz, turamiz. Ko'proq qaynasin. Ko'rsating. Endi menga qarang. Mana suv qaynadi. Mana. Endi olib qo'yamiz bu yerga. Endi qarang bu ro'molchaga. Mana. Mana. Qo'lim kuymayapti. Mana. Olamiz ro'molchani endi buni ustiga. Mana. Mana. Nazorat oling. Mana. Bu qanaqa ilm? Bu qanaqa ilm? Kommentariyga yozib ketinglar, bilsanglar, men buni tushunmayapman. Bu hozir qanaqa bo'ldi hozir? Suv qaynadi. Ro'molchaning ustidan. Issiq emas bu yer. Qayerdan keldi issiq? Men shunga tushunmayapman. Agar bilsanglar, yozib ketinglar kommentariyaga, xursand bo'lardim.